Hurmatli obunachilar, mana ekan Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman qayqi yo'nalishida joylashgan Teplisa, Beda ham yo'l qulupni, oq qulupni yapon o'rtoqlari juda ham shirin bo'ladi. Hamma biladi. Geran gullar, atir gullar hamma topiladi. Uchqo'rg'onga ham yaqin ekan, Namanganga ham yaqin, har tomonlama. Viloyatlardan keladiganlar yo bo'lmasam bemalol biron narsa kerak bo'lsa, gul, atir gul, yo bo'lmasam qulupnay ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Men o'zim yetkazib beraman hammanglarga. Kelib o'tirishinglar ham shart emas. Endi Surxondaryo 750 kilometrda, 800 kilometr shunaqa. Men o'zim Surxondaryo, Denov, Samarqand hamma joyga ko'p boramiz. Viloyatga bemalol yetkazib beriladi. Pastdagi telefon raqamlarga telefon qilinglar. Kimga nimadir yoqqan bo'lsa, telefon qilishinglar mumkin. Qulupnayga keladigan bo'lsa, qulupnayda hech qachon muammo yo'q. Bu yerdan katta tonna qulupnay bor. Telefon qilinglar, chet elga olib chiqib ketadiganlar.